Jigarinaya. Marat Hamzoda. Yaxshi imkon yuzaga kelishi mumkin Navbahorda. O'ng qanotda bo'shliq bor edi. Aynan mana shu qanot ko'rsatma amalga oshirilyapti. Uzoqdan zarba ko'ramizmi? Hozircha yo'q. Uzatma, yanada o'ngga ichkariga pas, zarba va gol! Navbahor hisobni ochyapti. Alex Fernandes Nascimento gol muallifi. O'z hisobiga gol yozdirib qo'yapti. Mana takroran vaziyatni kuzatamiz. Offside yo'q edi. Alex Nascimento Fernandes bo'sh qoldirildi va braziliyalik Yusupov Navbahorning navbatdagi hujumi, xavfli vaziyat, yaxshi imkoniyat, ichkariga pas, zarba. 2-0 Namangan jamoasi hisobni 2-0 ko'rinishiga keltiryapti. Vanya Ilich bu safar gol kiritdi. Surxoniy mana takroran vaziyat namoyish etib berilyapti. Said Azamat Mirsaidovdan jiyanib aniq zarba yo'lladi. Yana toshkentliklar to'pni egallab olishdi. O'ngga pas berdi. 9-raqamdagi Suhrob Nurullayev yaxshi ochilgani, darvoza bo'sh. Olisdan zarba va gol! Qanday gol! Adam Nemanov oldinga chiqqanda Temurxo'jadan esa do'stlar, hatto Pele ham orzu qilgan gol markazdan. U yerda shubhasiz Suhrob Nurullayev chalg'itdi, darvozabon pozitsiyani yo'qotdi va u yog'iga qutqara olmadi. O'rozov ham. Temurxo'janing tajribasi tur golining yaxshi uzatma, chiroyli. Temurxo'ja gol! Temurxo'ja! O'zim va Mahsumdan tajribali hujumchi, 35 yoshda O'zbekiston Superligasi top urarlaridan biriga aylandi mana hozir. Mana o'zi oson. Nemanov bu golni ham oz foizini o'z zimmasiga olishi mumkin. Tupliyevdan pas ekan, Bilol assistni yozib qo'yadi. Bu o'zgarishni 70-80 daqiqalarga olib qo'yadi murabbiylar, lekin mana majbur. O'yinni o'zgartirish kerak. Aziz Amonov, harakatlar, zarba va gol! Qabul qilib oldi, qarang. Chiroyli fint bilan o'tdi. Ikkinchi himoyachini ham chalg'itdi. Endi do'stlar, ijro. Amonov. Nafaqat Lokomotivning sobiq futbolchisi, balki xato, qo'pol xato Muhammadjonovdan va bu yo'lga o'zi ham to'xtata olmayapti. Zarba yo'llanadimi? Ajoyib zarba! Mana shu xato qimmatga tushdi. Hozir Abdurazzoqov fenomen atilgan vaziyatdan bir ko'raylik. Hop. Yo'q. Oston Mahmudjon edi. Va bu yo'lga oxirgi harakati juda aqlli bo'ldi. Markazgacha chiqib bordi va keyin tepdi, yaqin burchakni ishg'ol etgan holda. Rahimjon Davronov esa bartaraf eta olmadi. Okenka oldinda 0-1. Nodirbek Abdurazzoqov qilyapti, tan olishimiz kerak. Nimadir qilmoqchi, o'yinga o'zgartirish kiritmoqchi. Yana bir to'qnashuv, yavash yotibdi, lekin Okenka hujum qilyapti. Okenka Nodir aldab tashlayapti, pas beryapti va to'p darvozaga kirib ketmoqda. Bugun Mahmudjon Muhammadjonovning qanoti mana shunday holatga tushyapti.
Hop, Usmonaliyev ola olmagan edi va Koyich kirdi tizza bilan. Aytdim-ku, tizza bilan. Chunki boshqacha variant yo'q edi. U oyoqni tiqadigan bir bo'shliq ham yo'q edi. Hattoki yordam berib yuboribdi Islom To'xtaxo'jayev futbolchini, hali katta tezlikda ketayotgan futbolchini to'xtatib tepishga ruxsat beribdi, imkon beribdi. Abdurazzaqov esa bugun mana shu daqiqalargacha man of the match. To'siq bo'la oladigan darajada odam ko'p. To'rt burchak oldida. Andijon o'yinni qutqarib qolmoqchi, ofsayd yo'q. Doniyor olib qo'yishdi Doniyordan to'pni, lekin Doniyor qaytarib olyapti to'pni. Xo'sh, Po'latxo'ja, Aldarxonovdan pas. Gol! Ajoyib gol urib ketyapti Andijon. Andronikashvili. Yo'q, bu Yo'ldoshev do'stlar. Andijon uslubida, o'zining uslubida. Mana yo'q, bu yerda Xoldarxonov pas bergan do'stlar. Undan oldingisi harakatini aytmoqchi edim. Mayli, kim bo'lishidan qat'iy nazar Yo'ldoshev tushgani yaxshi bo'lgan ekan jamoasiga. Himoyaviy ishlardan emas, balki mana Andijon qo'shdi. Dragon Cheringga nisbatan qoida buzilyaptimi? Yo'q. Uchrashuvda hisob o'zgardi. Mashal jamoasining 39-raqamdagi a'zosi gol muallifi Shahboz Jo'rayev.
Abduxoliqovdan pas. Jarima maydoniga yuqoridan. Yana 8-raqam markazga zarbachi xavfli Bubakar yo'llagan edi. Hujum davom etadi. Zarba va gol! Bubakar Traore bu gal darvozani aniq nishonga oldi. Himoyachilar va darvozabon qaytara olmayapti. Arena Honda uni ham e'lon qildi. Hujumni takroran ko'ramiz. Mana bu zarba ham ancha xavfli chiqqan edi. Toshdemirov to'pni qaytarib qoldi. Keyingisi Qo'qon himoyasi juda bo'sh o'ynadi. Ochiq hududlar qolib ketdi. Hech kim yopmadi. Senegallik hujumchini yana unga to'p qaytib kelyapti. Qarang. Jamoadoshi 22-chi. Hali hakam ruxsat bergani yo'q. Akramov mana endi takroran tashlaydi. To'pni Shota Shahzod Akramov yaxshi harakat qildi. Husanovdan jarima maydoniga pas. Silvanus esa uchrashuvda hisobni tenglashtirayapti. Ajoyib hujum, zo'r kombinatsiya. Xotirjam golni qabul qilyapti va nishonlayapti qo'qonliklar. Qoyil. Silvanus Nimeli yakuniy zarbani berdi. Har ikkala jamoaning goli o'ziga xos. Akramovdan ajoyib yurish. O'z vaqtida pas. Husanov davom ettirdi. Kerakli nuqtada to'pni tutgan Silvanus markaziy hujumchi nima qilish kerak bo'lsa shuni bajardi. Ofsayd yo'q edi. Himoyachilar bilan bitta to'p tutdi Silvanus va aniq zarbani ijro etyapti. Jasurbek Yoqubov o'ng qanotda, Iqbol Malikjonov 20, chapda Shahzod Akramov 19, G'ulom Haydar G'ulomov 21, Shota Gvazava 8. Bu markazdagi ikkilik, tayyib zonasidagilar. Hozir Xorazm vakillari uchrashuvda ikkinchi golni urib ketishmoqda. Sunnatulloh Hamidjonov ijroni amalga oshirdi. Bubakar Traore birinchi taymda 6-daqiqada gol urgandi Xorazm uchun. Ikkinchi taymda Sunnatulloh Hamidjonov 5-daqiqada, umumiy 49-daqiqada 50-daqiqa boshlangan edi. Gol urib ketdi. Chap qanotdan markazga pas, qanot himoyachisi hujum markaziga yetib borib aniq zarba yo'lladi. Sunnatulloh Hamidjonovni Malikjonov. Mana shu hujumdan so'ng Qo'qonning joylashuvini biroz tahlil qilamiz. Akramovdan, Malikjonovdan pas, avtogol. Himoyachi kutilmaganda Sunnatulloh Hamidjonov bu o'z darvozasiga to'pni to'g'rilab yubordi. Orqa chiziqda xatoga yo'l qo'yishmoqda va o'sha gap. Hamidjonovning ballari yana kamaydi. Firdavs Abdurahmonov bilan bo'lgan holat deyarli takrorlanmoqda. -3 ball olgan ekan. O'z o'yinida. Vaziyatni takroran tomosha qilishimiz mumkin. Qaysidir ma'noda baribir darvozabonning ham xatosi, chunki Nikolas Toshich to'pni ushlab Burchak to'pi. Birinchi taym asosiy vaqt tugashiga 30 soniya bor. Ichkariga uzatma. Xavfli vaziyat. Jokic. Davom etadi hujum. Jokicdan zarba gol! Bronal Neftchi hisobni ochmoqda. Yovin Jokic gol muallifi. Kuchli zarba, aniq zarba va bu zarbani qaytara olmadi Federik. Juda ham keskin ketishi kutilmoqda. Hatto birinchi taymning so'ngida ham imkoniyat bo'ladi hali Bunyodkorda. Mana vaziyat namoyish etib berilyapti takroran. Dastlab himoyachilar to'pni qaytarishganda Jokicni o'zi zarba yo'llaganda, qarang mana. Zarbani uzatma amalga oshirmoqchi bo'lgan Jokic Bunyodkor vakili assist qayd etib qo'ydi. Muzaffar Olimjonov
Albatta o'zi istamagan holatda Yovin Jokichni to'p bilan ta'minladi. Keyin yo'l-yo'lakay zarba Najmiddin Normurodovga ham